Gapingizga javobmi? Javob aka. Aniq UFC tez turishi jangchi kelyapti. keladi aka. O'zbekistonga. Zo'ri. Zo'ri. Shalayvala emas. Yo, muxlislik kutgani keladi, balet qilganlar keladi. Seryozni Seryozni aka. U bayasga sizlar muxlislik qilgansizlar. Videoni oxirigacha ko'ring, manfaatli, undan ham zo'r xabarim bor. Qarochi, menga nima beryapsiz? Bering. Aka, sizga men hech kimga bermagan narsani beraman. Ha. Bu yerda VIP taklifnoma. Ochiling endi. Ochiling. Bu-chi aka bu? Haqiqiysimi bu? Bu haqiqiysi Manguni perchatkasi. Shunda jang qiladi. Shunda jang qiladi. Bu necha kishilik bu? 2 kishilik VIP taklifnoma. Menga. Sizga oktagon tegida o'tirasiz, aka. To'xtang. Mana shunaqa jiddi odatim bor-da. Ha. Aka, meni bejigim bo'ladi baribir. Aha. Mana shu VIP 2 kishilik taklifnomani hech qayerda sotilmaydi millionlarga ham. Shuni podpischiklarimizga bersangiz nima deysiz? Aka, mashina ham qo'shib beraylik. Mana kelayotgan muxlisimizga, yutib olgan muxlisimizga почетный go'stimizdan qo'lan qo'ydirib beraman. UFC jangchisiga. UFC jangchisidan. Действующий. Nursulton keladimi? Nursulton. Yana kim? Nurali keladi. Tojikistonlik yigit. Tojikistonlik UFC jangchisi keladi. Yana Azlar. bittasi bor, zo'ri bor. Sekret, ha? Sekret. Azlar, qaranglar, sizlarda shans. Mangu o'zini birinchi jang kechasida, xudo xolasa, dahshat shou qilyapti va shu bilan birgalikda ayni siz mana shu ikkita VIP taklifnomani shunday ringga oldida o'tirishini g'olibi bo'lishingiz mumkin. G'olibni ayting qanaqa qilamiz? Shunchaki kommentariyada bir sonini qoldirsa bo'ldi. Ha, yurakchani qizartirib qo'yish, esdan chiqmasin. Like обязательно. 6-fevral kuni soat taxminan 2 da sohibini aniqlaymiz. Aytmoq to'xta. Sirk bo'lmaydimi? Bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Zo'ri bo'ladi. Xudo xolasa, haqiqatdan UFC'da o'tirgandek bo'lishadi. Xudo xolasa. Atmosferani yaratamiz inshaalloh. 7-fevral Humo arenada. Lekin ungacha siz mana shuni va mana shu VIP taklifnomani egasi bo'lasiz. Like bosib, sizni aniqlashimiz uchun kommentariyada. Yana bitta narsa, biletni sotuvda bor, aka. Bor. Ulgurib qolishsin. iTicketda. Ha, iTicketni iTicketda bor, lekin buni sohib bo'lish uchun kommentda bu qoldirasiz. sotilmaydi hech qayerda. Xudo xolasa sizga nasib qilsin. Xudo xolasa.